Tasavvur qiling, yer ostidasiz, qalin beton, bir necha metr chuqurlik. O'zingizni xavfsizman deb o'ylaysizmi? Ammo bir zumda havo yo'qoladi. Ichkaridan bosim siqiladi. Devorlar qulamasligi mumkin, lekin ichkarida hayot o'chadi. Bu yadro zarbasi emas, radiatsiya yo'q, ammo tirik qolish ehtimoli ham yo'q. Rossiya arsenallarida shunday qurollar borki, ular yadro emas, ammo juda kuchli. Bu qurollar g'orlarni yashirin emasligi, bunkerlarni xavfsiz emasligini isbotlaydi. 2007-yilda Rossiya dunyoga bitta portlashni namoyish qiladi. Bu portlash shunchaki kuch emas, balki ogohlantirish edi. Bugun sizlar bilan Rossiyaning ichkaridan yo'q qiluvchi termobarik tizimlari, mustahkam betonni ham yoradigan bombalar va gipertovushli tezlikda uriladigan halokatli qurollar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirgi qurol eng xavflisi bo'lishi mumkin. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti Usmoniylar davri retsepi asosida yaratilgan va zamonaviy yondashuv bilan takomillashtirilgan. Haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, zamonaviy formulada qayta ishlangan tabiiy kuch, urolog mutaxassis Yunus Tur tavsiyasi asosida ishlab chiqilgan. 17 xil tabiiy giyohdan iborat kuchli kompleks prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri birinchi kunlardanoq sezila boshlaydi. Ramazon oyi oldidan organizmni tayyorlashga, ro'za davomida esa tanani tabiiy qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Barcha bombalarning otasi FOAP. O'tgan dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha bombalarning onasi Moab haqida gaplashgan edik. Endi navbat Rossiyaning FOABiga. Ushbu qurol Rossiya tomonidan 2007-yilda namoyish qilingan eng katta noyadro bomba hisoblanadi. Bu qurol ko'pincha AQShning Moab bombasiga javob sifatida tilga olinadi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, FOAB portlash quvvati bo'yicha Moabdan ham kuchliroq. Ammo shu joyda eslatib o'tish kerakki, Rossiya rasmiylarining fikriga doim ham 100% ishonib bo'lmaydi. Lekin bu degani qurolni kuchsiz ham qilmaydi. Amerika bombasi kabi bu ham yerga urilib emas, balki aniq balandlikda havoda portlaydi. Portlash vaqtida hosil bo'ladigan kuchli zarba to'lqini katta hududlarni qamrab oladi. Ochiq maydonlar, harbiy texnika va mustahkam inshootlarni vayron qiladi. Bombalar otasining asosiy vazifasi qisqa vaqt ichida katta hududlarni yo'q qilish hamda dushmanga kuchli psixologik bosim o'tkazishdir. Ushbu bomba real janglarda qo'llangani rasman tasdiqlanmagan, biroq uning sinov portlashi butun dunyoda katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Mustahkam inshootlarga qarshi FAB seriyasi. Rossiya havo kuchlari arsenallarida FAB 1500, FAB 3000 va FAB 5000 kabi og'ir avia bombalar mavjud. Ushbu bombalar yuqori balandlikdan tashlanadi va portlash vaqtida nihoyatda kuchli zarba to'lqini hosil qiladi. Xususan FAB 3000 va 5000 mustahkam beton inshootlar, qo'mondonlik punktlari va yer ostiga yaqin joylashgan obyektlarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan. So'nggi yillarda Rossiya bu bombalarni UMPK deb ataluvchi boshqariladigan modul bilan jihozlab, ularni ancha aniqlik bilan zarba beruvchi qurolga aylantirdi. Bu esa FAB bombalarini oddiy og'ir bombadan zamonaviy yuqori xavfli qurolga aylantirdi. Kinetik va gipertovushli zarbalar. Rossiya rasmiy ravishda kinetik bombalar mavjudligini tan olmagan, biroq gipertovushli qurollar, masalan Kinjal, Sirkon va Avangard, ulkan tezlik va massa tufayli nihoyatda katta kinetik energiya hosil qiladi. Bu qurollar nishonga juda katta tezlik bilan urilib, portlovchi modda bilan birga meteor urilishiga yaqin ta'sir kuchini yuzaga keltiradi. Radiatsiya bo'lmasa-da beton inshootlar va yer osti obyektlari jiddiy zarar ko'radi. Shu sababli gipertovush qurollar zamonaviy urushlarning eng xavfli vositalaridan biri sifatida ko'riladi. Taktik yadro qurollari.
Rossiya taktik yadro qurollari bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Masalan, Iskander M operativ taktik raketa majmuasi yadro kallagi bilan jihozlanishi mumkin. Bundan tashqari, kalibr qanotli raketalar ham nazariy jihatdan yadro kallaga tashlash imkoniyatiga ega. Bu qurollarning portlash quvvati strategik yadro bombalariga qaraganda kichikroq bo'lsa-da, ularni real jang maydonlarida qo'llash ehtimoli yuqori bo'lganligi sababli mutaxassislar tomonidan eng xavfli qurollar sifatida baholanadi. Termobarik qurollar. Rossiya termobarik qurollar bo'yicha dunyodagi eng yirik arsenallardan biriga ega. Eng mashhur misollardan biri TOS-1A Buratino va uning yangilangan varianti TOS-1A Salyanspik. Ushbu tizimlar raketalar orqali termobarik o'q-dorilarni uchiradi. Portlash vaqtida havoga yonuvchi aerozol sepadi. Natijada yuqori harorat va kuchli bosim hosil bo'ladi. Ushbu bosim bunkerlar, g'orlar, tunnel va bino ichlariga chuqur kirib boradi. Tashqi tomondan bino kam shikastlangandek ko'rinsa-da, ichkarida tirik qolish ehtimoli juda kam. Aynan shu xususiyatlari tufayli TOS tizimlari eng qo'rqinchli noyadro qurollar qatoriga kiradi.